Yeb baraka toping. Darsni boyitgan, darsda haqiqatan qiziq bo'lishiga sababchi bo'lgan joyi kelsa, to'xtanglar, mana bu fikr noto'g'ri. Mana kesimda mana bunaqa bo'lgan deb o'zini fikrini bildira oladigan va oppa, mana bu narsani bilmas ekanman deb tan ola oladigan insonlardan bittasi. Noto'g'ri nimadir aytayotgan bo'lsangiz, to'xtatadi, o'zini fikrini aytadi. Bu yaxshi xususiyat. Lekin noto'g'ri ekanligini bilsa, to'xtab tan olish bu undan o'zga xususiyat. Va hozirgi holatda o'sha men bu yoqda akasini taniganligim uchun, Doniyorni bilganligim uchun menga oldin bir aytdi, Murod aka, shu ukamni bir moliyasini bir ko'rib bersangiz yaxshi bo'lardi. Yaxshi anaqa chaqirmoqchimiz sizni deganda, bu gap yo'q dedimda, keyin Doniyor aka qizlarni uzatganmidi? O'shanda oshda ko'rishdik, ozgina gaplashdik, keyin aniq qildim. Ya bu Davron o'rgini ancha yuqori ekan, zo'r ekan o'rgini. Bir xil bilan gaplashasiz. Moliyada juda ko'p yordam berishingiz kerakligini bilasizda, bu yoqda yo'q, o'rgin juda zo'r ekan, chotki ekan dedim. Darsga iroda aytdi, buni dedi, Doniyor dedi, ikkita ukasini jo'natdi, o'sha komandasi 3 kishini o'qishga kelar ekan dedi. Mayli dedim, lekin Davron o'rgini o'g'lim yaxshi edi dedim, o'qish manfaati bo'larkanmi, bilmadim dedim. Ha, mayli kesin ko'ramiz dedim. Bu yoqda o'zi anaqa chiqaradi dedim. Buni ko'ramiz. Anaqasini Alloh nasib etsa manfaat olar dedim. Nafaqat manfaat bo'ldi, boshqalarga manfaatli bo'ladigan energiya qo'shdi darsimizga. Har bir darsimizda bu narsa bitta shunaqa odam bo'lardi. Постоянно bitta darsda Alloh shunaqa bir anaqa qilgan, har bir darsimizda bitta shu Davronga o'xshagan odam bo'lardi-da. U bergan savolga men javob berishim hammaga manfaatli bo'ladi. Shuning uchun uka nimadir bilimlar berdik, siz nimalarni bizaga berdingiz. Olgan bilimlaringiz men bilaman, sizda umuman hozir borib nimasida turib qolmaydi, %100 ishlatasiz hammasini va hozir ham hozirgi darajangizdan yana qanaqadir darajalarga ko'tarilishiga ancha manfaatli bo'ladi. O'sha sizni ham yutuqlaringiz qisman meni yutug'im bo'ladi. Har bir yutug'ingizdan men xursand bo'laman. Hali gapirdik. Obrazni o'sha ikkita narsaga rioya qilsak bo'ldi. Olgan narsamizni tatbiq qilaylik hayotimizda, biznesimizda, o'shanda ishlarimiz besh bo'ladi. Hammaga rahmat.